Parijda hech qachon yaxshilik qilishni unutmaymiz. Mana bu sizlarga masalan men ovqatim bormi? Ovqat bilan ulashish kerak, ovqat bilan berish kerak. Hozir men kameraga qarab beraman. Va men unaqa demaylar. Attends. Bonsoir. Dis-moi mon ami, tu veux manger quelque chose? J'ai des trucs à manger. Si tu veux. Tiens. Tu vas manger? Tiens. Tiens. Avec le yaourt un peu. Énergie. Bonne soirée, hein? Bonne soirée. Ça fait longtemps que tu es là? Ça fait longtemps que tu n'as pas de logement ou quelque chose? Ah, English. Oh, okay. I'm sorry. I'm not. Have a good day. Okay? Have a good day. Yeah. Mana ovqat berdik. Xursand bo'ldi. Shunaqa qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Odamlarga har doim yordam berishni unutmanglar. Yaxshilik qilish kerak odamlarga. Qo'lingizdan keladimi yaxshilik qilinglar. Qarilarga, iloji yo'qlarga masalan har doim. Parijda bo'lsam ham fransuzlar bilanmi, mana inglizlar bilanmi qo'limdan kelgancha yordam qilib ovqat berib. Hammasi yaxshi bo'ladi. Omad. Mana Parijda anaqalarni ko'rsataman sizlarga. Mana bunda eskalatorlari bor. Uzun yo'l, uzun subway, terras, uzun yo'lcha. Hozir men sizlarga aytganimdek, xullas shu men hozir aeroportga borishim kerak. Chunki mo aeroport belgisi, hozir mana shaqqa ketamiz. Aeroportga uchamiz. Uchmaymiz endi. Poyezdda boramiz. Zlopayani va zlopayalar. Odamlar hech kim zlopayadan chiqmaydi. Chunki eskalator bor. Eskalator mana. Tepagacha ketgan. Zo'r anaqa vazminasi bor, hamma yo'q. Imkoniyat juda ko'p Parijda. Mana odamlar madan o'tyapti, men lampayani tanlayman. Juda kamchilik qiladi. Yo'lim bo'sh, konkurensiya nol. Chunki qiyinchiligi bor bu yerda. Hamma hech qachon mana ba'zida har doim har xil yo'ldan yuringlar. Yangilik kiritinglar. Hozir ketayotgan bo'lsanglar, masalan, mo yo'ldan yurib turinglar, boshqa yo'ldan yurib turinglar. Sizlarga aniq beradi. Men nima shuni tanlayman, hamma yurgan yo'lda tanlayman. Menga shunisi qiziq, shunaqa maza qilaman. Odamlarni ko'raylik. Odam juda ko'p odam. Mana tepalari, orqamda odamlar. Yer tayi metrosiga chiqaman degan, u chuqur yer tayidagi. Tezda borar ekan. 40 minutda borar ekan aeroportga. Unchalik tez emas, chunki juda ko'p to'xtalishlar bor ekan ichida. Atak 13 yevro ekan. Majbur ekan to'xtalish uchun. Aeroportga borsa. Men qilayotgan ishlarni takrorlamanglar. Masalan, chipta olib yuringlar sizlar. Men chipta olmay yuribman, noto'g'ri qilyapman lekin men aytganimda challenge'imda To'rtta challenge aytganimda men noldan boshladim. Shuning uchun challenge'ni noldan boshladim. Chiqaramiz hozir.
Ne odamlar. Ben hozir Shotlaydaman. Shotley degan katta bitta sentrda pastda. Juda hamma juda ko'p yo'nalishlar shu Shotleydan chiqiladi. Juda ko'p metrolarga, avtobuslar masalan. Shu yer yuragi deyiladi Parijda, yuragi Parijda yuragi. Parijda ichidagi yuragi. Boshqa shaharlarga Gare du Norddan chiqadi. Meni anaqa. Poyezd shekilli. Meni poyezdmi? Meni poyezd. Shunga chiqib ketamiz. Tartibli. Ichida odam ko'p ekan. Yo'q, bor. Joy topib o'tirib olaman bitta joy. Ye, bo'yda.